Sizlarda komfortda yashashing uchun biz bu dunyoga kelmaganmiz. O'zbekistonda kartadan pul yechmoqchisiz. Naqd pulga aylantirish uchun 1% da oldi, hozirgi paytda 3% ga chiqarish qo'yibdi. Kartadan kartaga o'tkazishga ham foiz chiqarish qo'yibdi. Mana shu sistemani ayrim bir xilga aqlli amaldorlar o'ylashib qo'ygan bo'lsa, sizlarga murojaatim, sizlar eshitib olgan, sizlar bosiyotgan ayolingni va sizlar tug'dirib qo'ygan farzandlaringni biz boqishga majbur emasmiz. Hech nima men ularning mas'uliyatini bo'ynimga olmaganman. Sen kayfini qilib tug'dirib qo'yasan, men boqaman. Bu narsa ketmaydi. Senlar bizni ana shu topayotgan halol pulimizni leving praviy qilib 3%, 1%, какой-то foiz qilishib olishyapsanlarda, ota-onangni hajga jo'natishyapsanlar, ayolingga bir liboslar olib berishib, kazo joylarda damin olib kelishyapsanlar. Sizlarda komfortda yashashing uchun biz bu dunyoga kelmaganmiz. Alloh azza jalla bu dunyoga sizlarni bir maza qilib zo'r sharoitda yashashlaring uchun bizni yaratib qo'ymagan. Mana shu narsani to'xtatish uchun, uni bartaraf etish uchun O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Miromonovichga murojaat qilardimki, mana shu sistemani olib tashlashlaringiz. O'zi O'zbekiston fuqarolarini shtraf qilayotganlaringiz, chiqarib qo'yayotgan naloglaringiz, leving praviy qilib cho'ntagidan o'g'irlayotgan biznesmenlar, tadbirkorlarda hozirga yetishib chiqayotgan yerlarni olib qo'yganlaringiz, mana kulgili qilib reklamalarni olib qo'yayotganlaringiz o'zi O'zbekiston fuqarolarining mana shu yetib keldi. O'zi bag'da ishlash ham oson bo'lmayapti. Bag'da misol uchun bir biznes ochmoqchi bo'lsangiz ham o'ziga yarasha mas'uliyati bor, o'ziga yarasha mashaqqati bor. Aytdan Rossiyada misol uchun qurilishda ishlayotgan musofirlarimiz bor, qiynalib, bir yiqilib, may bo'lib, zo'rg'a pul topishyapti, jo'natishyapti, protsentga pul olishyapti. Nima qilgan evaziga pul olishyapti bular? Mana shu sistemani yo'q qilishlaringizni men talab qilaman hammalaringdan. Birinchi o'rinda prezidentga murojaat qilyapman, talab